muhitda nimani shakllantirsa bala doim o'zining qiyg'ayishlarini yushirish qarab taraqqiy qildi. Bu yushugan siri baladan ekan xarakter jihatdan bo'lsin yoki axloq jihatdan bo'lsa, qiliq jihatdan bo'lsin, eg'ir darajada passiv yoki foydasiz holat qarab taraqqiy qiladi. Onda olsa şu hazır kadar men so'zlagan mazmunlar ichida tushunmagan savollar olsa so'rasam bo'ldi. Siz Alimalim şu balla başlangıçtan toluqsizga yoki toluqsizdan toluq o'ttir maktabga yo'tkilish jarayonida g'oya o'rganishi yaxshi emas bolalarning tuyuqsizlik o'rganishining intayin yaxshi bo'lib ketishi va yoki g'oya o'rganishi intayin yaxshi bolalarning shu muhit o'zgarishiga ergishib o'rganishining bek chekinib ketish mushtaq ahvollari bo'ldi. Bu nima uchun shu to'g'risizroq? Biz buni odatda o'tkinchi mazgildagi o'zgarish deb ataymiz. Bolalar başlangıçtan toluqsizga, toluqsizdan toluqqa yoki bo'lmasa bir maktabdan bir maktabga yoki bo'lmasa bir bir sinfga o'zgargan vaqtda bularda chuqum o'rganishida yo pasish yoki yaxshilanish yuz berdi. Bu nima odatidan keldi bo'lsa, sinfga o'zgarishi yoki muallimlarning o'zgarishi yoki maktabning o'zgarishi odatda muhitning o'zgarishidan darak beradi. Biz buni shartlanishda o'rganib bo'lgan. Chunki bular o'xshash muhitda uzun mazgil turgan vaqtda ulardagi ba'zi besimlar balkim boshqa muhitda yengillanib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa aslida besimi yo'q muhitdan boshqa bir muhitga ma'lum sabablardan ko'chgan vaqtda balkim ularda besim shakllanib qolishi mumkin. Demak, bolalarning o'rganishini ba'zi bek nachar bo'lib ketsa, muhit almashtirsa balkim ularning yaxshi bo'lib kelishi mumkin. Ammo ba'zi bolalarning darsi asli yaxshi emas. Ammo asli yaxshi muhit almashtirsa balkim bularning o'rganishi tuvallab ketishi mumkin. Biz buni odatda o'tkinchi mazgil deb qaraymiz. Endi başlangıçtan o'ttir maktab chiqqan vaqtda rushan o'zgarish nima deb tushuntirmasa, başlangıçtan o'ttir maktabga o'zgarish davri dal qaysi davrga mos kelib qolsa, konkret mashg'ulot davri bilan rasmiy mashg'ulot davri o'ttirsiz bir almish yuz berdi. Men boyatin deb ketgandek, bularning badandagi hormonlarning rushan holda kimiyash yoki ozish tufayli bolalarning aqliy inkosida bir qadar tuvallashdan kelib chiqishi aniq. Ammo ko'pincha ahvollarda sal tuvallash kelib chiqadi. Yani yana qanday savollar bor? Siz. Alimalim yaxshimisiz? So'rab baqsam shu bolalarning ba'zi burun masalan o'ynab qalayimqon yurgan kiyimlarini maynat qilib yurgan bilan tuyuqsiz ham yana bir mazgil vaqtda o'zining kiyinishlariga, yurishtirishlarga, chashtirga bak diqqat qilgan vaqtlar bo'lib qoldi ekan. To'g'ri. Mesela bayatın biz deb o'tib ketdik, 6 yoshdan boshlab bularning ijtimoiy chambarak yuz berdi. Ijtimoiy chambarakning yuz berganidan tortiblar bularda g'urur, o'zlik, anadaki badan obraziga diqqat qilish shakllandi. Chunki yolg'iz qolgan vaqtda siz masalan hargiz kiyimingizni diqqat qilmaysiz. Chunki ma'lum bir odamlar bor so'ringa borganda anadaki kiyimingizni diqqat qilish boshlaysiz. Bolalar shu. Bolalar qachondan boshlab do'st tutishni boshlagan bo'lsa, ular o'zining kiyim-kechigiga diqqat qilish qarab mangdi. Unda biz rag'batlantiramdik yoki cheklamdik. Mesela qizlarda chash tarash yoki g'irim qilish shaklida, o'g'illardimi ancha-muncha usti-beshiga diqqat qilish qarab mangdi. Ham bu xil masala kelgan vaqtda muvofiq bo'lgan o'zini tuzashtirishni rag'batlantirish kerak. Ammo qizlardagi masalan g'irim qilish, ko'zini yoki qash yoki qatorliq haddan ziyoda o'ziga mos kelmagan holdagi g'irimni chuqum cheklash kerak. Chunki mushkil g'irim tufayli ularda boldu yitilib ketish yoki bo'lmasa tizlar bir xil muhabbat qaynimiga kirib qilish shakllandi. Chunki bu davrda ko'pincha bolalardan nimaning muhabbat ekanligini bilmaydi. Ular faqat o'zining jinsiga o'xshamagan qarshi jinsga nisbatan qiziqish tufayli qarshi tarafni yaxshi ko'rib qolgandek his qilib ketib qolgan gap. Men mush savol tufayli bir narsani deb qo'yishim kerak. Biz yolg'onchilikdan bir deb o'tib ketdik. Qanday yolg'onchilik eng mukammal bo'ldi desa, o'zining degan gapiga o'zishinib qolgan vaqtda bu xil yolg'onchilik intan mukammal bo'ldi. Hamda nurg'un o'g'illar, bular 14-18 yosh davrda ular ma'lum bir qizni yaxshi ko'rgandek his qildi. Shunga ular bu xil yaxshi ko'rib qolgan tuyg'usiga o'zim ishinib qolganlik uchun buni qarshi taraf ifodalaganda intan mukammal ifodalash mumkin.
Hem bugün gün kelgen vaqtda bu xil hareketler nimeni keltirip çıkırdı olsa, bu ösmür ballarda tızla muhabbetliş keltirip çıkırdı. Bu ösmür ballar niminin muhabbetlişini, onun niminin onundan kelip çıkan akıbetlerini bilmegechken, bazıda öz bilip bilmey bazı hatalıklarını sadırıp koydu. Şuna men şundaq narsani tavsiye qilaman ki, bala bulupmu kız bala 13 yaşga kirgan vaqtla anısen, hatta dadısen, onunla muş doğruluk çokum terbiyeni bir şey. Yani onun hayatıda oğullarının peyda bulduğanlığı, oğullar ulağa özünün muhabbetini zarqıgan vaqtda emniyeti bunun hakiki muhabbet emas, fakat erişkenligi, kızgışkenligi. Agar bu xil hareketni cheklimasa yoki bu xil narsaga oldin tayyorlik bildirmasa, ba'zi oqibatlarning kelib qo'ydig'ini desa, bu oldin ular o'g'rilgan vaksina bo'ldi. Chunki u qiz hamon bir kun uning hayotida bir o'g'il bola mavjud bo'ldi. Agar bu xil bilimlar to'liq bo'lmasa, vaqti kelganda u qiz qandoq inkos bildirishni bilmaydi. Agar uningga oldin bu xil vaksinalar urulsa şu degan vaqtda uning hayoti shu yuz berganda, to'g'ri mening dadam opam mundaq deganda dal mushundaq ekan deb u o'zidan buni mudofaa qila oladigan bo'ldi. Endi ba'zi ota-onalar atalmish bu kichik qizimiz yoki balamiz kichik deb atalmish o'zaro nim deb qo'ymiz, padishab deb bu narsani tilganmagan bilan bu xil tilganmaslik hargiz u harakatni cheklayolmaydi. Aksicha bu hareketni keyin oldin olanmaydigan qo'rqinchli ba'zi voqealarni keltirib chiqarib qo'ygan ahvol bor. Shuna 13 yoshdan boshlab ularga mushkil tarbiyani kuchaytirib, ularga to'g'ri tarbiyalashni menimcha asos qilish bek muhim deb qarayman.